Bobur, bu obyektlar qachon boshlandi? Bu obyektimizga boshlaganimizga 20 kun nari berisi bo'lib qoldi. 3 ta uchastkamiz, xudo xolasa. Bu obyektimizni o'rtadagidan уже boshlab tugat bo'ldi. Orqa hovlilari ham bor. Umumiy kvadraturasi juda katta chiqadi. O'shaning uchun akamlarga 40 kun nari berisida bitirib beraman dedim. Sababi tushuntirgan bo'lsak, obyektimizni tiyagi juda ham ko'p, defektlari ham juda ko'p bo'lganligi uchun biz tiyaglarni xudo xolasa qaytadan polni ishlab turib, qirralarini, dumaloq joylarini idealni qilib, jemchukli variantlarda qilib beramiz. Shunda qanaqa stilda bityapti bu fasad? Bu obyektimizni o'rtadagi obyektimizga Leonardo fason bilan Marmarino fasonni kombinatsiya qilib berganmiz. Ko'rib tursanglar, bu obyektimizni polnisi bitirib oldik. Endi yondagi obyektimizni dojlikli fason qilamiz, uni ham xohlasanglar ko'rsatamiz. Uchalasi 3 xil bo'ladi shunday. Ha, uy ichi shunaqa bo'lyapti, tashqi tomon bir xil bo'ladi. Bu menimcha ham boshqacha fason chiqsa kerak. Endi baribir 3 ta xonadon, bu sotuvga chiqqan xonadonlar endi uy ichidan farqlanib tursin, lekin fasadi bir xil bo'lib tursin deb akam shunaqa ideya qildilar. Uyi bitgan holatda juda ham qiziq ketaman. Bitgandan keyin ham alohida video qilamiz. Обязательно obzor qilamiz. Agarda siz ham 3 ta aka-uka bo'lib shunaqa uyni niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyaga nasib qilsin deb yozib ketinglar. Bu videoga like bosishni ham esdan chiqarmanglar.